Assalomu alaykum qadrdon muxlislar. Bugun kechqurungi 3-chi vizitimiz. Qo'ylarimiz, shu qo'ylarni qo'ziligidan beri men o'zim qarab beraman. Mashalloh, ancha chiroyli bo'lib qolishibdi. Shu bittasi yo'talayotgan ekan, shu yo'talayotgan mana o'zi ajralib qoldi. Shunga hozir profilaktikaga antibiotik bilan vitamin qilib beramiz. Qolganlariga vitamin bilan qurtiga qarshi ukol qilib qo'yamiz. Kuzatib boringlar. Xudo xolisa manfaatli video bo'lishiga harakat qilaman. Qilayotgan ukollarimizni ham hozir ko'rsatib boraman. Nima ukol qilinyapti, nima jarayonlar bo'lyapti, hammasini xudo xolisa qo'yib boraman. Xo'p, ichki tashqi parazitlarga 1 oy vermektin ukol qilinadi. 20 kg tri vaznga 1 mg dan mana 20 kg tri vazniga 1 gramdan. Kecha yangi vitamin oldim. Katakur, bu Hindistonda katazali. Xo'p. Tarkibida mana har xil vitaminlar bor. Buzoqlarga 5-12 mg, qo'y qo'chqorlarga, echkilarga 2,5 gramdan 8 mg gacha. Xo'p. Biz bularga qilamiz. Xo'p. 8 gramdan qilsak bo'ladi. Bular o'sha balog'at yoshidan o'tgan. Choriga yetmagan u 2 yoshdan sal narsa bersa bo'lsa kerak taxminan. Xo'p, antibiotikimiz mana Penstrip LA 24 soatda 1 marta uriladi. 20 kg tri vazniga mana. Qo'llashdan oldin yaxshilab chayqating. Birinchi inyeksiya joyiga yirik shoxli qoramollarga 20 kg millidan ortiq, cho'chqalarga 10 millidan ortiq, buzoqlar va qo'ylarga 5 mg dan ortiq qo'llanmang deb yozib qo'yibdi. Xuddi shunga qarab biz ham ukol qilamiz. Bularning taxminiy vesi 40 kilodan sal oshiq. 4 gram qilsa yetadi shu qo'yimizga. 5 gram qolsa ham bo'ladi. 1 gram razniца o'ynamaydi xudo xolisa.